Mana Qozon Kremliga keldik. Qozon Kremliga kirish. Bu Spas bashniyasi. Bunaqa bashniyalarimizdan 16 ta lekin saqlangani yo 7 ta yo 9 ta hozir adashmasam. Devorlarining uzunligi 3 metrdan 9 metrgacha. Mana eski binolar. Ana buni ayollar monastiri bo'lgan o'z paytida, hozir ishlamaydi. Buni Bratskiy korpus deydi. Shu hozir yana ko'ramiz boshqa narsalarni. Bu yerda eski qabrlar ham bor, xonlarga tegishli yoki o'sha qazishmalarda topilgan eski qabr toshlar. Eski tatar tilida yozilgan bular. Bu Bratskiy korpusda 2-jahon urushi yillarida ham foydalanilgan bu binolardan. Nariyada ko'rib turganlaringiz hozir o'sha Tatariston prezidentiga tegishli binolar, har xil yemakxonalar. Spas bashniyasini oldida ham avval cherkov bo'lgan, keyinchalik buzib tashalgan. Bu o'zi umuman bu qal'aning orqa qismi, chunki bu yer Ivan Yovuz bosib olingandan keyin asosiy darvozaga aylanadi. Biz qal'aning kirish darvozasi pastda bo'ladi. Ko'rsataman. Bu hozir bu Bratskiy korpus deyotganimda Tatariston Fanlar akademiyasining tarix instituti bir bo'limi joylashgan. Bu yerda xazina deb nomlangan o'sha eksponatlar ko'rgazmasi bor. Bu yerda juda ko'p qo'lyozmalar eski tatar tilida, eski o'zbek tilida ham saqlanadi. Bu binoda bas, narigi binoda. Bu Ivan Vasilievich kasbni o'zgartiradi filmidagi o'sha qochayotgan joyiga nihoyatda o'xshaydi. Mana ko'rishlaring mumkin. Bu tevaga chiqsa bo'ladi, chiqib bo'lmaydi. Hozir qishda bekitib qo'ygan. Yuqoridan ham Qozon daryosini tomosha qilsa bo'lardi, hozir mumkin emas. Bu ham mana bitta bashniyasi, bu yerda ham eshik bor, ammo bu eshik ochilmaydi hech qachon. Mana aytgan Institut yuzika literatura искусства ekan. Mana bu chiroyli masjid. Bu yumaloq binoga e'tibor bermaymiz. Bu masjidni umuman bir qismi emas, shunchaki texnika xavfsizligi binosi. Buni orqasidagi bo'lsa Qul Sharif masjidi. Bu masjid keyinchalik qurilgan, ya'ni qal'a UNESCOning Butunjahon madaniy meros ro'yxatiga kiritilganidan keyin 2000-yillarga yaqin qurish boshlangan. Qurib bitkazilgan. Nom berilishi bu Qul Sharif aytishlariga qaraganda Payg'ambar alayhisalom avlodlaridan bo'lgan, imom bo'lgan, ya'ni naryoqda eski masjid bo'lgan. Shu masjidda imom bo'lgan. Ivan Yovuz bostirib kirganida o'sha paytda endi jihod deb e'lon qilib, o'sha qishloqdoshlari bilan, shahardoshlari bilan shaharni himoya qilgan, o'sha yerda o'lgan. Shu odamning nomiga shu masjid qurilgan. 6 minbarlik bunaqa masjidlar nihoyatda kam, 56 metr adashmasam balandligi. Qozonda 6 minorali. Qozondagi eng baland binolardan biri. Bu yerdagi ham keng maydon qilinishining sababi jumada yo bo'lmasam hayit namozlarida namozlar o'qilishi uchun. Bu yerda avval Ivan Yovuz bosib olgan paytlarda bu yerda cherkov bo'lgan. Cherkovning o'rniga nisbiy ravishda ataylab qurilgan. Sababi
Ivan Yovuz eski o'sha Buqul Sharaf imom bo'lgan masjidni buzdirib, o'rniga cherkov qurdiradi. Shuning uchun ayollar monastiri deb ko'rsatgan 17 binoyimizda ham masjid bo'lgan. Mana qo'lda qilingan narsalar.